va qoralovchilarga biz ham isboti bilan oqlab qo'yaveramiz. Va yana bitta muhim, yaxshi yangilik bor. Sirojiddin akaning sizlarga yuborgan so'zlari bor. O'sha so'zlarni ham albatta. Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog'-salomatmisizlar? Bismillahirrohmanirrohim deb sekin ko'chaga chiqishni boshladik. Ishga qarab Sirojiddin Media haqida, Sirojiddin Odilov haqida yana zapislar tarqashni boshlabdi. Bu zapislar yana ko'rsatib qo'yapti, kimni qanaqaligini yana bir bor ko'rsatib qo'yapti. Buni batafsil men aytib sharhlab o'tishim shart emas, lekin sharhlash kerak bo'lsa yana bir marta sharhlab beramiz. Kimligini yana bir marta ko'rsatib beraveramiz. Yangi zapislar yana tarqaldi. Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. Batafsil sharhlash kerak bo'lsa yana sharhlaveramiz. Xullas, o'zi bu zapislarni shuncha vaqt nimaga saqlab yuribdi? Bu o'zi boshidan ma'lum bo'lib kelyaptiki, kimlar Sirojiddin Mediani qamalishidan manfaatdor bo'lgani qisman ma'lum bo'lib qolyapti. Bu o'sha e'tibor berib qarasangiz, bu zapislarni saqlashdan maqsad nima? Tasavvur qilyapsizmi? Bu zapisni chiqargani Sirojiddin Mediani naboratiga ishlab ketyapti, yaxshiligiga. Va o'sha olingan summalar u xuddi borib kelish benzin puli. Endi menda bitta masala paydo bo'lyaptiki, diqqat bilan e'tibor beramizda do'stlar. Nima uchun meni nazarimda, meni xayolimga shu fikr keldi. Endi bilmadim, to'g'ri, noto'g'ri bo'lishi mumkin albatta. Chunki meni kelgan xayolimga fikr. Ular o'ylashdiki, Sirojiddinga nimaga buncha murojaatchilar ko'p murojaat qiladi? Nimaga bundan foydalanib pulni qilmayapti bu Sirojiddin? Bizga tushsaydi, biz bilardik bundan qanday pul qilish kerakligini. O'zimiz bilamiz. Bu qamalsa, bunga murojaat qilayotgan insonlar bizga murojaat qilsa, bu loh, na pul ishlashni biladi, na o'zi foydalanadi. Na bizga berib murojaatini, na biz foydalanamiz. Hech kim foydalanmayapti. Bundan biz foydalanishimiz kerak degan maqsad kelib qolyaptimi? Ular shunday o'ylaganmi? Odamni o'sha insofli, iymonli bo'lganini ular loh deb o'ylashar ekan. Odam bir insofli bo'lgani u loh degani emas. U insonni o'sha borib keladigan pul, tasavvur qilyapsizmi? O'sha misol uchun deylik, Toshkent shaharidan bir viloyatni bir chekka tumani, chekka qishlog'iga o'sha tomonga borib kelsangiz, o'zi bilasiz, 1-2 million so'm hech narsa bo'lmaydi u yerda. Endi eshityapsizmi? Summani eshitdingizmi? Bironta o'sha yangi chiqqan zapisda ham umuman katta summani o'zi yo'q. O'sha insofli bo'lganda bular lo'hlik deb o'ylagan bo'lsa kerak menimcha. O'shaning uchun zapislarni yana tarqatyapti. Zapisni tarqatishdan maqsad nimaligi ham ma'lum bo'lib qolyapti. Mayli, qo'yaveramiz. Men endi faqat bu g'iybat, mana uga kirib ketmayman, men ham kirishib ketmay, u maqsadim boshqa edi. Lekin qoralaganda albatta men buni isbotlab berishim kerak-da. Buni batafsil sharhlash kerak bo'lsa sharhlaymiz. Sabr qilib turingizlar, sharhlaymiz. Xo'p, boshqa masalaga o'tmoqchiman. Haqiqatda o'zi maqsad bo'lish kerak-da. Maqsad Sirojiddin Mediaga, Sirojiddin Odilovga yaxshi bo'lsin deydigan bo'lsak, hamma qo'lidan kelgan ishni qilishi kerak. Biz ham qo'limizdan kelgan ishni qilaylik. Imkoni bo'lsa birgalikda hammamiz qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Ya'ni o'sha Sirojiddin Mediaga, oilasiga hozir o'zi deyarli 40 kundan beri ichkarida turibdi. Bitta yordam qilish maqsadida karta nomerlarini qoldiramiz. Imkon darajasida yordam qilishni xohlagan insonlar, xohlovchilar bemalol o'tqizdirsalaringiz mana shu oilasini kartasi o'sha moddiy tomonlama yordam bo'ladi. Bu tomonni ham qilaveraylik. Ko'ryapsizlar, unaqa bir summa, deyarli palon summa deganda summa yig'ilgani yo'q. Hech bo'lmasa o'sha oilasiga birgalikda o'zimiz boshlagan tashabbus, shuni unutib qo'ydim va men ham o'sha qoralovchi kompaniya bilan tortishib, o'sha narsaga kirib ketyapman. O'zimni mavzuyimdan chetlashib ketyapman. O'zi obunachilar iltimos qilganda, Sirojiddin akaning obunachilari iltimos karta chiqarib birgalikda yordam qilaylik deyishgandi. Birgalikda yordam qilaylik. O'shani davom ettiraylik. Unutib qo'ydik bu narsani. O'shaning uchun imkon qadar kim qo'lidan qancha kelsa yordam qilib mana shu karta nomerlarga o'tkazdiringizlar. O'zingizni xohishingizdan kelib, chiqib, imkon qadar yordam qilasizlar degan umiddamiz. Va qoralovchilarga biz ham isboti bilan oqlab qo'yaveramiz. Va yana bitta muhim, yaxshi yangilik bor.
Bu haqda yo bitta video chiqaraman yoki jonli efir qilaman. Sirojiddin aka haqida juda ham yaxshi bir yangilik bor. Sirojiddin akaning sizlarga yuborgan so'zlari bor. O'sha so'zlarni ham albatta eshittiramiz. Xudo xolasa albatta birgalikda bizni kuzatishda davom eting. Videoni maksimal darajada tarqatib qo'ying. Imkoni boricha hech kimni haqorat qilmang, hech kimga tuhmat qilib qo'ymang. Biz qoralovchi insonlar emasmiz. Hatto ichki ishlar xodimlarini ham va hokazo o'sha qoralovchi kompaniyalarni ham hech kimni onasidan so'kmang, o'zini haqorat qilmang, shaxsiyatiga o'tmang. Shunchaki fikringizni yozib qoldiring. Biz Sirojiddin mediani kuzatuvchilari qandayligimizni shu bilan ko'rsatamiz. Biz ham haqoratlasak, bizda ham ulardan farqimiz qolmaydi. O'shaning uchun iltimos qilib qolaman, hech kimni haqoratlamang, hech kimni shaxsiyatiga o'tmang. Yaxshi yangiliklar bor, birgalikda bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, sog' bo'ling.